bilmaysan, senga uncha bilinmaydi. Men ayol kishiman. Palonchini onasi issiq-sovuq qilar ekan, ilm amal bilan shug'ullanar ekan degan ma'lumotlar mana shu yerimga kelgan. Opa, onam bu ishlardan qaytar deb o'ylagandim. Hech bo'lmaganda quda andali bo'lganlarida boshqa fol ochmaydilar. Odam qabul qilmaydilar deb o'ylagandim. Lekin afsus bunday bo'lmadi. Nima bo'lganda ham bu gunoh ishlar. Biz bilardik. Kichkina bo'lganimiz uchun onamga gap qaytara olmaganmiz. Asror. Lekin keyin ularni bu yo'ldan qaytarsak bo'lardi-ku. Qiyin edi, opa. Bekorga aytishmas ekanda. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb. Bo'ldi. Nima bo'lganda ham endi hammasini esdan chiqarishimiz kerak. Opa. Lekin qabristonda bo'lgan voqeaga nima deysiz? Eshitgan quloqqa yaxshi emas.